Lekin muammoni aytish boshqa. Uni oliy sovetni oldiga ko'ndalang qilib qo'ymashi bilan shug'ullanish kerak deb ularni majbur qilish boshqa. Ular buni ham bajara olishmadi. Hamma kulib o'tirdi. Ular bizni to'g'rimizda gapirayotganda. Sessiyaga yaqinlashgan sari har kuni iloji bo'lsa umuman ketmasdan shu yerda miting qilishimiz kerak va o'zbek tilini raqobatsiz davlat tili qilishga erishmas ekanmiz. Bizni hech kim millat deb hisoblashmaydi. 1989-yil romantik xomxayollar yili. Jadidlar qirg'in etilgach, keyingi 2 avloddan so'ng nihoyat xalqimizning peshqadamlari o'z qonuniy haq-huquqlarini talab qilib, yana qayta oyoqqa turdilar. Ular bu yerga haqiqatni aytish uchun kelgandilar. Ular bu yerga haqiqatni eshitish uchun kelgandilar. Zero oshkora aytilgan haqiqat jamiyat ma'naviyatining poydevori hisoblanadi. O'zbek tiliga qo'l qo'yinglar, kelinglar. O'zbek tiliga qo'l qo'yinglar. Ozodlik surug'idan sarxush bu odamlar 2 yildan keyin isir tarqalib ketishini hali bilmas edilar. Lenin imperiyasini inqirozga olib kelgan jinoyatchi partiyaviy mafiya o'z nomini o'zgartirib, O'zbekiston deb atalmish alohida bir mamlakatda yana saqlanib qolishini ham bilmas edilar. Axir televizorda ko'rib turibsizlar. Hozir sessiya bo'ladi. Hamma shu sizlarning talabinglar hammasi qo'yilgan-ku sessiya. To'g'ri, qo'yilgan. Hammasi qo'yilgan-ku. O'shani turish kerak bor. O'shani yo'q, kutilyapti. Lekin ayrim bir odamlar chiqib yetyaptiki, 2 tilli bo'lyapti, deyapti. Tushunyapsizmi? Men o'z xalqimni ham shoda asrab kelganman. Yana bu xalqimni asrayman. Yeb to'ymas, ma'naviyatdan, davlat miqyosidagi tafakkurdan mahrum ma'murlar nomenklaturasi cheksiz, chegarasiz hukmronlikka ega bo'lib, xo'jasining qarovsiz qolgan g'alamiz xizmatkorlari singari mamlakatni vahshiylarcha talon-taroj qilishini ular hali bilmas edilar. Nima sabab bilan kelinglar bu? Tilimizni so'rashib keldik. Tilimizni so'rab. O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas. Janjal to'palan kerak emas. Birligimizni yo'qotmay o'tsamiz bo'ldi. Shuning uchun keldik. Qo'ymayaptimi? Men araga kirdim, o'nta bo'lishadi dedi. Hamma yonama militsiyalar o'tkazmayapti. Men o'tdim. Qo'rqmay o'tdim hammasidan. Bo'ladigan hozir kecha ilgari haftada ham shunaqa edi. Yana shunaqa bo'ldi. Bizni tilimiz bitta haqoratga nima bo'lib ketganda o'zbeklar qarang. O'zbeklardan ba'zi bir chiqqan lodonni men kunisi xo'jalik mollari magazinda ko'rdim. Bitta qiz kelyapti.
okey dedi, sotuvchiga muomala murojaat qilyapti. Vishnalarni, ko'z tichkalarini vitasklit qiladigandan bormi deydi. Qarang, bizning tilimiz qanaqa haqoratga botib ketganda aka. Endi achinasizlar ba'zida shunaqa qilib. Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketibdi-ku axir. Ushbu tantanali marosimlar maydonida faqat yuqorining rahnamoligi bo'yicha sahnalashtirilgan tobi olomon kommunistik partiya rahbariyatiga hamda qo'shtirnoq ichidagi Oktyabr inqilobining mavhum g'alabalariga o'z sodiqligini har yili namoyish qilishi shart edi. Меня зовут Владимир. Как вы относитесь к этим событиям, которые происходят? Вот сейчас, что ли? Да. Отрицательно. Я сторонник порядка. Вот такие вот несанкционированные митинги Но это приводят только к дестабилизации. Что они хотят? Наверное, чтобы это единственный государственный язык был. Ну, все-таки за то, чтобы было два языка. Чтобы могли общаться люди, а не так, что всех перевести срочно на все это только один язык. Ну, если говорить об установлении законодательным путем, то у нас не было и русского языка государственным законодательно никогда. По-моему, даже еще Владимир Ильич выступал против того, чтобы какой-то язык имел господствующее положение. Но так сложилось исторически, что русский язык стал языком межнационального общения. И в данной ситуации я не вижу причин, чтобы, в общем-то, им пренебрегать. Соединенные Штаты Америки. Там национальностей больше, чем здесь, в Советском Союзе. Однако таких вопросов никто не возникает, чтобы какой-то штат придумал свой язык какой-то. Допустим, французов больше в каком-то штате, и чтобы этот штат принял этот самый государственный язык французский. Это же абсурд. Зато индейцев там истребили. Вы понимаете, в чем дело? Ular kommunistik safsatabozlikning qurbonlaridir. Aldov, pastkashlik, makkorlik, zulm istibdod, sarob g'oyalar ularni shu kuyga solgan. Oxirida ma'lum bo'ldiki, bu sarob g'oyalarga partiya rahbari Islom Karimovning o'zi ham go'yo ishonmagan emish. Mana amaldagi astar avrasi ag'darilgan fashistlarga xos davlat mafkurasining asl basharasi. А вот я у вас хочу спросить, когда узбекский язык не был государственным? Государственность определяется наличием гимна, наличием литературы, наличием искусства и прочее. Когда-нибудь, где-нибудь ущемление было в этом плане у узбекского языка? Ha, albatta. Ma'muriy chegaralar, qo'g'irchoq hukumat, gerb, bayroq, shuningdek davlat madhiyasi ham mavjud edi. Ammo barchasi qip-qizil ko'zbo'yamachilik. Ayni paytda O'zbekistonning asl xo'jayinlaridan biri Moskvaning noibi, avvallari Turkiston general gubernatori deb atalgan bo'lsa, sho'rolar davriga kelib nomini o'zgartirgan Turkiston harbiy okrugi qo'mondoni edi. Kreml oqsoqollari qo'g'irchoq hukumat boshlig'i etib uzoqni ko'ra bilmaydigan, obro' talab, o'z milliy ildizi haqida siyqa tasavvuriga ega bo'lgan kimsalarni tanlar edilar. Bundaylarni tayinlashning asosiy sharti uzatiladigan pora va markazga itdek sadoqat hisoblanardi. Hatto Moskva ko'rsatmalari milliy manfaatlarga, shuningdek
umuminsoniy mezonlarga zid bo'lsa-da, ular bajarilishi shart edi. Qo'g'irchoq boshliqning birinchi o'rinbosari O'zbekistonning amaldagi yana bir xo'jayini hisoblanardi. Bu lavozimga odatda Kremlning egasi, KGBga mansub, kelib chiqishi asosan rossiyalik bo'lgan kimsalarni qo'yar ediki, bundaylar KPSS markaziy komitetining barcha ko'rsatmalari joylarda qanday ijro etilayotganini nazorat qilardilar. Siz 1990-yilgi 7-noyabr paradini ko'rib turibsiz. Tantanalar minbarini egallagan bu yuqori mansabli avom ayni bayramni bugun so'nggi marta nishonlamoqda. Ular orasida 1989-1990 Farg'ona va Qo'qon, O'sh va O'zgan, Parkent va Bo'ka, Andijon va Namangandagi to's-to'palon va qirg'inlarning ilhomchilari hamda rahnamolari bor. Ular pastdagi aldangan, muhtojlik ezib tashlagan tobi xalqdan nafratlanadilar. O'zbek tili davlat tili bo'lishi kerakmi? O'zbek tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak. Boshqa shak bo'lish mumkin emas. Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi. Xalq yo'qolsa hamma xalqlar bundan ziyon faqat topadi. Chunki hamma xalqi yo'qolib ketsa, oxiri bo'lib odamini yeyishi ham mumkin. Har bir narsani qonun qoidasi bor. 90% turkiy tildagilar 10% ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi? Buncha holatlar bilan chiqarmaydilar-ki, bu o'zlari yarashdi. Qo'rqishi qarangki, kecha televizorda shuni qilishyaptiki, o'zbek xalqi chiqmasinda o'zbek xalqining eng yaxshi ko'rgan kino filmlarini qo'yib ikishadi, yana 8 martadan qaytarib buni. Nima deyshadi, yani gap qarang. Birinchi marta O'zbekiston ekranida birinchi marta qo'yilayotgan yangi 2 seriyali badiiy film qo'yib beramiz. O'rtalarda 8 marta qaytdi. Hayotda bo'lmagan bu narsa. Hayotimda bu narsa bo'lmagan. O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak. Raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak. Agar bu holat saqlanib qolsa, bu ikki tillik bo'ladi. Oxir-oqibat o'zbek tili inqirozga uchraydi. Shuning uchun biz tubdan qarshimiz. O'sha Raspugamizda bitta gap bor. Maktablarda arab alfabeti o'qitishni boshlash kerak, alifbosi. Если deydi. Moy yazib zatraishni ya to'g'ri o'tishini umid etdi. Agarda mening ona tilim ertaga o'ladigan bo'lsa, men shu bugun hayotdan voz kechaman. Mana shaxsan men ishga yo'q. Meni orqamdagi o'rtoqlardan qo'rqmayman. Вы не имеете права.
Yana maqsadimiz shosh yo'q, shoshmanglar. Shoshmaydan. Provokatorlarga qarshi ehtiyot bo'linglar. Oldida meni birini tashidi, urdi, meni sivay, yiqildim, shu bo'lgan ahvol. Nimaga urdi sizni? Oldida o'taman men. O'z vatanim uchun, xalqim uchun o'tmay nima qilaman? Nimaga keldingiz? Nima sabab bilan o'zi keldingiz? Nima sababdan keldim? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim. Rahmat bu. Azimov. Men partiya ham mehnat veteraniman. 8-yilda tug'ilganman. 81ga bordim. Sulaymon aka 40-yillarda O'zbekiston Kommunistlar partiyasi markaziy komitetining sekretari bo'lganlar. Repressiyada bo'lib bir necha 10 yillar 10 yilmi 15 yilmi 14 yil Sibirda o'tganlar. Shu bir og'iz aytsangiz repressiya haqida. Nimaga sizni repressiya qilishdi? Repressiya qilish haqida bir og'iz to'g'ri gapirish mumkin emas. Chunki repressiyada kim o'zi bir normalniy odam bo'lsa, xalqi uchun, taraqqiyot uchun shu aqli bilan, bilimi bilan astoydil harakat qilar ekan, bu odamni yo'qotilishi kerak. Faqat amaldorlarga qarab chappa chaladigan odamgina qullar qolish kerak. Men o'shalardan emas edim. Hozir siyosat o'zgardimi? Hozir siyosat o'zgartirib, endi partiyani olib borayotgan yo'li bu qayta qurish, lekin bu demokratlashtirish, oshkoralik asosida qayta qurish. Mamlakat uchun yagona najot yo'li shu qayta qurish. Shu birlik ham butun kuchini shu qayta qurishga yordam berish uchun yaratilgan. Birlik haqidagi boshqa gaplar hammasi birlikni ustida qilinayotgan to'qmat. Bu odamlar sog'lom partiyani qayta qurishga yordam berish uchun qilinayotgan. Men ham shuning uchun keldim. Shu gapni shu minbarda turib gapirish uchun keldim. Rahmat bu. Sizni NKVD repressiya qilganmi? NKVD repressiya qilgan. Mana hozir ham sizni NKVD syomka qilyapti. Hozir KGB buni otdi. Yo, men NKVD bir 50 yildan beri meni syomka qilib kelyapti. Hech to'xtamaydi syomka qilishdan. Hammasi yaxshi taniydilar. Mana shu ham NKVDmi, bilmayman. KGB bu. Mayli qilaversin, yozavering. Agar chaqirsa Bugun bu maydonga qo'lga o'rgatilgan olomon emas, balki birinchi marta erkin xalq kelgandi. Yoshlarga murojaat. Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Cumhuriyatimiz Oliy Kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi tubdan qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak. Yangi loyiha bo'yicha davlat tili, ya'ni o'zbek tili Cumhuriyat sarhadlarida millatlararo aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda har bir rahbar xodim o'z vazifasiga ko'ra aholi bilan muomala qiladigan har bir xizmatchi davlat tilini bilishi shart deb yozilgan yangi loyihada. Shuningdek, eski o'zbek yozuvi bo'lgan arab alifbosi maktabda dars sifatida o'qitiladi. Bu yozuvda kitoblar, gazeta, jurnallar chiqariladi. Idoralardagi barcha xil hujjatlar o'zbek tilida yoziladi. Majlislar o'zbekcha olib boriladi. Qonunda belgilangan muddat 3-5 yil ichida Cumhuriyatimizda o'zbek tilini ommaviy o'rgatish uchun barcha shart-sharoitlar yaratiladi va shu muddatda biz barcha dargohlarda o'zbekcha Juda to'g'ri va ta'sirchan murojaat. Istidodli qalamdan to'kilgan otashin so'zlar. Lekin shu daf'a Erkin Vohidovning murojaatini o'qiyotgan Ahmad A'zam ham, Erkin Vohidovning o'zi ham, istidodli o'zbek shoir yozuvchilarining katta guruhi ham hademay 30 tangaga sotilib
mana shu umid bilan qarab o'ltirgan xalqning manfaatlariga xiyonat qilishlarini va iblis xizmatiga o'tib ketishini hali hech kim bilmas edi. Behayolik, ikkiyuzlamachilik, qalloblik, surbetlik Karimovcha nogiron tashviqotning tamoyillariga aylanishini hali hech kim bilmas edi. Davlat ishlarida keng qo'llashni ta'minlashdir. Bu mas'uliyatli vazifani ado etish hammamizning va har birimizning ishimiz bo'lmog'i kerak. O'zini o'zbek deb hisoblagan har bir yurtdosh bugun ona tilimizning fidoyisi, gavhar izlovchisi, zargari bo'lsin. Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik. Men yana shuni orzu qilardimki, har bir o'zbek bolasi o'z ona tilini mukammal bilgan holda rus tilini ham, chet tillardan biri, ayniqsa ingliz tilini ham egallasa. Vatanimiz olamga bag'rini keng ochayotgan mana shu zamonda til bilish zaruriyati g'oyat kuchaydi. Aziz yoshlar, vatanimiz yulduzlari, millatimiz kelajagi sizlar, o'zbek xalqi shonini dunyoga taratuvchilar bo'lib ketishmoq uchun bugundan o'zingizni chog'lang. Chinakam erk, chinakam janglar uchun kurashingizda sizga omad tilayman. Boshingiz omon bo'lsin. Erkin Vohidov. Rahmat aka. Rahmat Erkin aka. Hozir so'z. Birinchi navbatda o'zbek xalqining sevimli xonandasi u kishi. Lekin ikkinchi sifati bo'yicha bu kishi birlik xalq harakatining eng faol ishtirokchilaridan, uni asoschilaridan biri Dadaxon aka Hasanovga. Aziz do'stlar, men bu kunlarni bugungi ko'chaga chiqib o'z faryodingiz bilan, dodingiz bilan meni yuraklarimni to'lqinga keltirishingizni 20-30 yildan buyon kutar edim. Men bugun orzuyimga yetdim. Bugun mana shunday juda buyuk xalqimizning bir bo'lagi shu yerga yig'ilgan. Mana shu yerda biz kelajagimiz uchun, baxtimiz uchun va ayniqsa hurriyatimiz uchun kurash boshlashimiz kerak. Byurokratizmga qarshi keskin kurash boshlamasak, ular bizni ezib tashlaydi. Eng birinchi galda biz mana shu o'z ona tilimizga ega bo'lishimiz kerak. Menga alam qiladigan joy shuki, qachonki mening mana shu do'ppim, o'zimda do'ppim bo'lsa-yu, nega uni xalq muhokamasiga tashlab, shu Dadaxonnikimi yoki boshqanikimi deyishimiz kerak. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Aziz yurtdoshlar, bugun biz bu yerga tilimizni himoya qilish va unga yagona, haqiqiy, raqobatsiz davlat tili maqomini berishlarini talab qilib yig'ilib turibmiz. Til millatning faqat so'zlashuv jihati emas, yashay olish qobiliyati hamdir, yashab qolish vositasi hamdir. Tilga qilingan zug'um millatga qilingan zug'umdir. Tilning rivojlanishiga to'siq millatning rivojlanishiga to'siqdir. Til millatning qiyofasi ham qalbidir. Tilimizning ravnaq topishi, rivojlanishi balki kimlargadir zarur bo'lmas, lekin shu vatanda Kek saqlovchi yurtboshining buyrug'i bilan sotqin tarixchilar tomonidan yozilgan O'zbekistonning yangi tarixi sahifalarida muxolifatning faoliyatini haqqoniy yoritishlariga sirayam o'rin bo'lmasligini hali hech kim bilmas edi. Ushbu boshlarini ko'tarishga jur'at etgan
yolg'onlar va munofiqliklar buza olmagan yigitlarni nasl nasabi betayin, madaniyatdan anchayin yiroq, taqdir kinoyasi bilan mamlakat prezidenti bo'lib qolgan kimsa 1992-yilning yanvarida talabalar shaharchasida beayov o'qqa tutishini hali hech kim bilmas edi. O'zbek degan nom ertaga, indinga va yana yillar, asrlar osha yashab qolishi uchun bugun kurashishimiz lozim. Bir to'da behayo ablahlar xalq erkini o'g'irlab olishini, sotqin ziyolilarning unsiz roziliklari bilan fuqarolik jamiyatining ilk maysalarini ayovsiz toptashini, otib, o'ldirib, qamoqlariga tashlab, o'zbek xalqini qaytadan tish cho'ktirishini, mamlakat iqtisodini vayron etib, bu yurtni fuqarolar urushi yoqasiga keltirib qo'yishini hali hech kim bilmas edi. ...1989 yil o'tib borardi. Dadaxon Hasan o'zining otashin qo'shiqlarini kuylardi. Ozodlik shabadalaridan ilhomlangan bu ko'tarinki saflar ularning yetakchilari tarix tomon umid bilan qadam tashlardilar. Ular romantiklar bo'lib, muqaddas ideallarga, insoniy kamolotning yuksak timsoli qurbonlik ekaniga so'zsiz ishonishardi. Shaxsiy manfaatlarini qurbon qilib bo'lsa ham, xalqning erki va baxt saodati uchun kurash ularning hayot shiori edi.